Uyghur yazğıçısı Hüseyin Taş'ның Ayollarning iftixori Nuzugum nomli əsəri. Bu əsər Beliqut şirkətində avazga elinib, Beliqut torida anlatıldı. Hər qaysı torbətlərinin xalığanca köçürməsligini, əmgəkimizə hörmət qilishini ümid qilamiz. Qarindoshlarning uchrashishi. Anlayotganinglar Beliqut toridan anlatılayotgan ovozliq əsərlər sahifasi. Nuzugum o'zining Manju begiga setilganligini bilib, u yerga borsa, yaxshi kun ko'rmaydiganligini o'ylab, cho'ng yulduzga bormaslik niyatiga keladi. Shunglashqa u o'zaro qaldirilishib turgan Manju beglariga va Dovonga qarab baqiraydi. "Men hech bormayman. Oqparsanglar, o'lgim boradi. Sen bir isyonchi, gunohkorsan. Shunglashqa biz seni qayerga bor desak, sen shu yerga borsan. Bu yo'ntavli qilsang, jinoyating yana ig'rotiladi. Uzun vaqtgacha yurtingga qaytolmaysan. Mening hech qanday jinoyatim yo'q. Faqat xalqimning erkinligi, baxtiyor turmush uchun kurash qildim. Senlar turmadingda ishib ketishding. Xalqni bulab tarding. Qanchilgan xotin qizlarimizni oyoq osti qilishding. Jinoyatchi desa, senlarni desa bo'ldi." Arlıqda bir tərcüman Nuzugumның sözlərini ularga tərcümə qilib berib idi. Manju bəyləri Nuzugumni zanglıq qilishib, yo'q saqallarini silishib, kulishib ketdi. Nuzugum ularga olib, yerga tüy deb birini tükürdü. Manju bəyləri bir-biriga qarışib Nuzugumni ko'rsatib turib, "Qaranglar, bu nazmni ochiq hecham yomon ekan, ha?" deb texini kulishib ketdi. Bu haqoratga chidab turolmagan Nuzugum yechib turgan birisiga qaratib, kuchab birini tükürdi. Tükürib, uning yuziga chaplashib qoldi. "Yeliqi amaldor, bu sen deb nima qilarini bilmay turib qoldi. Qolgan Manju beylar alam ichida nima qilarini bilmay turgan begni masxara qilib, kulishgina turdi. Heliqi Manju begi haqoratga chidamay Nuzugumni tepmekçi bo'lib edi. Nuzugumni setib olgan Manju begi, "Begim, o'zingni tutib olsa bo'lamdikin. Bu qizni allaqachon men ilgimga o'tkazib bo'lgan" deb uni to'sib oladi. Heliqi beg ochiqlanib, deb pishni qo'ydi. Qolgan beglar bo'lsa, texmi qoqoqlab kulishib ketdi. Nuzugum bu badbashir maxluqlarning qiliqidan yergilib, yon tarafga qarab oladi. Nuzugumni setib olgan beg uning oldiga kelib, "Qizchaq, sen endi mening ilkimga o'tding. Uyga qaytayli" deydi. Nuzugum o'yinsiz o'tirib oladi. Heliqi beg Nuzugumni nurg'unlagan yolg'on yovdoq, shirin shekar so'zlar bilan oldigan bo'lsa-mu, kar qilmaydi. Tayoq to'qmoqmi o'z kuchini ko'rsatmagandan keyin g'azab qaynab toshgan beg ishchi chirikka Nuzugumni toza dumbalatqizib, qo'l-puklarini bog'lab, horlig'i majburiy desib, uni atrofi qumushliq bilan qoplangan Eli daryo bo'yidagi cho'ng yulduz yesiga elib mang'adi. Qashqarda erkin o'ynab cho'ng bo'lgan bu qiz oxiri Manju begiga setilib, o'z erkinligidan mahrum qoladi. Hayvatlik eqiyotgan Eli daryosini ko'rib, u o'z yurti Qashqardagi Tuman daryosini yodlaydi. Ko'zlariga liqqida yosh keladi. Uning hayoti endi mushundoq tayoq to'qmoq, tildashlar ichida o'tami? Yo'q. Nuzugum bunga yo'l qo'ya olmaydi. Uning vujudida erkinlikka, yangi hayotga bo'lgan intilish yo'qolgani yo'q. Beglar uni qanchalik urib dumbalasin, bo'za qilsin, bular hamon intilish lavga aylanadi. U kichik chaqlarda mahalladagi do'stlari bilan Tuman daryosining o'rmonlik bilan qoplangan, suvi cho'nqur bo'lmagan joylarda shundoq erkin ozoda o'ynaydi. Suv uzatdi. Do'stlari bilan suv chechishadi. Atrofdan biror tevish anglangan hamon hammasi o'n-tunsiz qirg'oqqa chiqib, kiyimlarini kiyib olib, jimjit o'rmonlikqa mo'kinib oladi. Tuman daryosi. Sen
g'amsiz, sodda balalarning eng yaqin sirdosh do'sti eding. Sen balalarning sho'x qiliqlarini o'z holda ko'taribding. Ularni o'z bag'ringda qoni budek o'ynatding. Sen nuzugumdek necha bo'lgan sabiyalarga erkinlikning naqadar buyukligini to'nitgan eding. Sening bag'ringga cho'milgan har bir inson tabiatning insonlarga bergan har bir ne'matlardan tang bahramand bo'lishni bilardi. Nuzugum Manju begining uyiga majburiy elib kelinadi. Manju begining maqsadi Nuzugumni qo'l qilish emas, balki kichik xotinlikka erish edi. Buni Nuzugumning ko'ngli tuygan edi. Shunlashqa Nuzugum ko'ngliga fursat tepib qaytib ketishni tikib qo'ygan edi. Manju begi Nuzugumning johilligi, hech narsadan qo'rqmaydiganligi, qaytib ketish ehtimolining borligidan ansirab, maxsus qorovul qo'yib, uni uydan chiqarmay boqadi. Nuzugum dastlabda haqiqatan johillik qilib, tomoq yegili unmay, gap so'rsa javob bermay turib oladi. Keyin ishlar bundoq ketaversa, o'zining qaytib ketish orzusining amalga oshmaydiganligini o'ylab, o'zini yolg'ondan ko'nib qolgandek ko'rsatib, tomoq yeydi. Chiroyiga og'iz to'la ko'zi yugurgandek qiladi. Nuzugumning o'zgarishiga diqqat qilib turgan Manju begi Nuzugumdagi bu o'zgarishni ko'rib, ko'nglida xushal bo'ladi. Nuzugum Manju begining uyiga kelib, bir haftadan keyin qo'rining orqasidagi qo'tonga chiqadi. Qo'tonda nurg'unlagan qo'y, kala, ot ayrim-ayrim so'langan edi. Bir Uyg'ur yigit chelakda suv ko'tarib kelib, Manju begim minadigan otni sug'urib atdi. Tova, bu tunishli yigit-ku. Nuzugumga orqasida qilib turgan bu yigit boshqa birisi emas, dal Nuzugumdan burun surgun qilingan ot Solih edi. Solihning ko'ngli bir narsani tuygandek qiladi. U orqasiga burilib Nuzugumni ko'rib, o'z ko'ziga ishonmagandek hang'ayib turib qoladi. Nuzugum, bu senmi singlim? Aka, bu senmi? Ikkalan etilib kelguncha quchoqlashib ko'rishadi. Har ikkisining ko'zlarida ham xushallik, ham azob aralashgan hayajon yoshlari to'kiladi. Tova, taqdir qismat degan ajoyib narsa. Mana bu bir oilada cho'ng bo'lgan akisining qirindoshlarni bir-biridan ayirib tashlab, oxiri o'ylamagan yerda ularni yana uchrashtirdi. Bundoq bo'lishini kim o'ylagan? Dahshatli surgundan keyingi uchrashish qirindoshlarni qaytadan xushallikka erishtirdi. Ular o'zaro halmon bo'lishadi. Nuzugum qo'zg'olonning mag'lub bo'lish jarayonini so'zlab, dadasining qon yosh to'kib yig'lab qolganligiga kelganda, har ikkisi qaytadan ko'z yish qilishdi. Nuzugum yo'l ustidagi tortgan jafo mushaqqatlarini so'zlaganda, har ikkisining qalbida Manju hukmronlariga bo'lgan g'azab nafrat o'ti yenib, mushtumlari mahkam tugildi. Solih o'zining beshidan o'tganlarini so'zlab berdi. Biz surgun qilinib 3 oydan ko'proq yo'l besib iliga keldik. Surgunlarning hammasini boylar chakorliq setib etib, yezi qishloqlarga elib ketdi. Men bu yerga keldim. Dadamni, seni, Qashqarni bekmi sig'indim. Qashqar tarafga kunda attiga o'rnimdan turib qarab ketaman. Amal qancha. Sen kelgan vaqtingda men yoyloqqa chiqib ketgan edim. Qaytib kelib, chakordan Qashqardan bir qiz surgun qilinib ketgan. Bizning bek uni setib olib, qaytirib ketdi degan xabarni oldim. Kim ishlarligini bilib qolay deb, bekning uyining atrofini necha kun o'yinibmi, hech bir natijaga erishamagandim. Xudoga shukr, biz oxir ko'rishdik. Biz bu bekning qo'lida qancha muqtolamiz aka. Qarqanda mana niyati buzilgandek turdi. Ansirmas singlim. Neymiş bo'lsin men bor. Aldırmay, o'yinib aql bilan ish qilaylik. Deydi Solih
singlisine təsəlli berib. Lekin onun ko'nglida texicha nima ish to'g'riliq plan yo'q edi. Akisining chiroydagi so'lg'inlikni ko'rib, Nozugumning ko'ngli buzilib, beyit o'qiydi. Qo'nivotdi qag'ila, bulbul bag'dim ko'chdimi? Sami kelgan ko'patlar, tuzib boshqa keldi-ku. Tömür qafas dardini, menni tortsam bo'lmamdi. Seni bundaq ko'rganda yurak dardga to'lmamdi. Bizni odam nemishqa yo'qdir shuncha qadrimiz. Vahshiy qavon duvanqa tashar g'azab qahrimiz. Yomg'irlar to'la yog'sa, muz davonlar paslaydi. Sen o'zingga ogoh bo'l, duvon bizni qaslaydi. Putumdagi kishanni kelgin ogoh chaqayli, yeksan qilib dushmanli, qondirni chachayli. Beyt o'qib bo'lgandan keyin Solih Nozugumga: "Singlim, Manjubiga ishimizning oqsimliqini berib qolmasin. Bo'lmasa, har ishimizni boshqa tarafga tolib etishi mumkin. Payti kelganda har ishimiz kechib ketamiz. Qochmasak, bizga buningdan boshqa erkinlik yo'li yo'q", deydi. Gerçi bu qarindoshlar surgun qilingan bo'lsa-mu, lekin bir yerda uchrashib, bir-biriga yargulak bo'lib, tasalli beraylaydiganlik uchun cheksiz xushal edi. Ular o'zaro maxfiy uchrashib, qichish planini tuzishdi. Lekin qichishga muvofiq fursat topolmaydi. Amalsiz qolgan Nozugum tit bo'ldi. Manjubiga uning orqasiga paylaqchi selib qo'ygan bo'lib, paylaqchi Nozugumning harakatini paylab yurdi. Lekin uning Solih bilan qarindosh ekanligini bilmaydi. Solih muvofiq fursat izlab yurdi. U singlisiga: "Bey, uzunroq vaqt sirtga chiqib ketsa qocholaydi. Sabr qilayli-a", deb tasalli berdi. Chakar va paylaqchilar Solih bilan Nozugum bir qashqardan bo'lg'ashqa o'zaro anda-sanda so'zlashib qo'ydigandir deb o'ylaydi. Oltin kumush oldidagi iffat. Aksimning baxtlik minutlari uzunga bormaydi. Boshda Nozugumning guldek chiroyi o'ziga dushman bo'ladi. Bir chakar Begning Nozugumni kichik xotinlikqa olmoqchi ekanligini, Nozugum qo'shilsin, pat arada to'y qilib etadiganligini Solihga aytib qo'ydi. Bu xabarni anglagan Solih o'g'lisiga uchib ketdilar, tosli qoldi. Tova, bu nima keldilik? Arliqda u fursat tepib Nozugum bilan ko'rishdi. "Singlim, sening degan so'zing haqiqatan to'g'ri ekan. Anlasam pat arada Manjubiga sen bilan to'y qiladigan. Endi qanday qilamiz aka?" deydi Nozugum ko'zlaridan taram-taram yosh to'kib turib. "Ko'nglingni buzmasin. Buningmi amal tepilib qola. Qaytishga fursat bo'lmay qolsa, to'y kechisi Manjubiga aroq ichmas bo'ldi. Osh chog'da uni joyiga yetib qaytib ketaylik. Hozir bu to'g'risida Manjubiga eg'iz ochmadi. Eg'iz ichib qolsa, hargiz ma'qul deyman." Aksimning ikkalan shundoq tutishdi. Nozugumning beshiga eg'ir ham tushdi. U aksi bilan paranglashgan kundan 2 kun keyin Manjubiga bir chakarga bir munchilagan tovar durdun va oltin kumushdan yasalgan qimmatbaho zib-zinnat qatorliq narsalarni ko'tarib Nozugumning qishiga kirdi. "Qandaq oppoq qiz, bu yerga ko'nib qolgansan?" deydi Manjubiga yingang tishlarini chiqarib, to'lkinacha xushomat qo'yliq bilan yechib. Lekin Nozugum gapni qilmay o'tiraveradi. "Buningdan keyin asta-asta ko'nib qolasan. Aslida sen men setib olgan bir qul bo'lgan ekan, sen maslahat selib o'tirmasam bo'ladi. Shundaqdimi, maylingni bilib boqay deb kirishim. Qandaq? Menga kichik xotin bo'lish qaraying bormi?" "Yo'q",
Nozugum keskin cevap berdi. O'zicha oltin kumush oldida Nozugumni osonla ma'qul keltirman deb o'ylagan Toyir No'yan Nozugumning javobini anglab, sal ochchig'i kelgan bo'lsa-mu, chandurmasqa selib. O'ylanib javob ber qizchaq. Kichiklik qilma. Menga kichik xotin bo'lsang, barlik xushallikdan bahramand bo'lasan. Yeyman desang, xilma-xil taomlar bor. Kiyman desang, esil raqlar bor. Altın, kumush, zib-ziynatlar to'lib turibdi. Hech narsang kam bo'lmaydi. Men sen ifloslar bilan to'y qilmayman. Mening sevgan yigitim bor. Shuning bilan to'y qilaman. O hamon keladi. Meni sening bu do'stligingdan qutulib elib chiqadi. Sevgining qayerda? Qashqada. Ahmaq qiz. Toyir No'yan o'zini tutolmay kulib ketdi. Sen qilib, sen hayvon bilan to'y qilmayman. Yo'q, yaxshilikni bilmaydigan ko'ma. Meni tillash qandoq betindim? Kim bilan to'y qiladiganligingni bir ko'rib boqay. Tayoq sening kim bilan to'y qilishingni belgilaydi. Bu tuzkorni rasodim bolalar. Ondan uyga surab qo'yinglar. Vaqti kelganda ko'ramiz. Toyir No'yan chakarlarga Nozugumni rosa dumbalab qazidi. Lekin Nozugum onunğa kichik xotin bo'lish qat'iy kulmaydi. Ras. Nozugum manju amaldorlarning zo'rliq zo'mburligi, xalqni qon yosh oqizishiga majbur qilganligi, nurg'unlagan notavon qizlarning dafsanda qilinganligi uchun isyonga qatnashib, erkinlik uchun kurash qilgan emasmi? O qandaqmi o'z irodasiga, e'tiqodiga va vijdoniga xilof holda Manjubiga kichik xotin bo'lsin. Nozugumning qalbidagi g'azab o'ti texini ulg'uyib, mundoq beyt o'qiydi. Tilga yatar qamg'oqda, bir akam bor qolmoqda. Insobi yo'q mal'unning qasdini olmoqda. Darim uyi zinnatli, oltin kumush tomlari, çay o'rnida ichkili sürgünlerning qonlari. Qeri tulki kulkisi, yolg'izlikning shapsi. Mana jannat ko'rinar, baxtli yigit kapsi. Taqdim tushgan loy suvni suzib ichar arbarmo. Nurzub boshqa mung tushdi, elib qochar arbamu. Baxtli yigit kalsangchu, meni elib qochsangchu, qilish bilan duvonning qonlisini chopsangchu. Endi gapni Nozugumning suygan yigiti Boqiydan anglayli. Zolim duvonning zulmi dastidan dasht cho'llarda sarson bo'lib yurgan Boqiy chin yurkidan suygan vafodori Nozugumning Toyir No'yanga setib etilganligidan xabar tepib, Nozugumning ularning qo'lda chayinib ketishidan ansirab, Nozugumga oyg'oqcha orqali salom yo'llaydi. Nozug yorim omonmi? Rangi ro'yi samonmi? Nozugumga chang solgan Manjubiga qovonmi? Otlarni to'qib qo'ydim, fursat kutib yotarman. Tushgan chog'da qorong'u seni cho'qim toparman. Boqiy qat'iy niyat tikilib, Nozugumni qutqizib chiqishga bel bog'laydi. Lekin Toyir No'yan biror chatoqning chiqib kelishidan ansirab, balduroq to'y qilib yetish niyatiga kelib, Nozugum turgan uyning atrofiga qorovul qo'yib, to'y tayyorligiga tutish qiladi. Toyir No'yan Solihning Nozugumning otasi ekanligini bilib qolgandan keyin Solihni joylarga chiqarib o'tgan edi. U singlisi bilan ko'risha olmaydi. Shu minutlarda Nozugum o'zini hech narsa yo'q, yar yuraksiz his qilsa-mu, ko'nglida bu yerdan o'ligim chiqsa chiqadiki, hargiz Toyir No'yanning xotini bo'lmayman. Uning bilan elishiman deb qat'iy niyatga kelgan edi. To'y kechisidagi Nozugum oltin kumush tovar durdun bilan Nozugumni qo'lga keltirmagan Toyir No'yan
zo'rliq kuchiga tayinib Nozugumga yovuz qo'lini so'zib, majburiy holda to'y qilmoqchi bo'ldi. Beyler, ağıcılar Nozugumning jon jahli bilan ko'rsatgan qarshiliklarga pisand qilmay, uni manjuchi yasandırdı. Nozugum endi ortiqcha tirkishish, jahillik qilish bilan ish kutmaydiganligini, aql bilan ish qilmasa bo'lmaydiganligini o'ylab, bir dona pichoqni qo'yniga yo'shirib qo'ydi. U o'z-o'ziga: "To'y kechsi, ya o'lim, ya ko'rim. Meni haqiqiy sinmaydigan mazgil yetib keldi. To'y kechsidek fursatni qo'ldan berib qo'ysam bo'lmaydi. Bo'lmasa, u dunyoga ko'zim ochiq ketadi. Dadamning, akamning, sevgan yigitim Baqining, el jamoatning, hatto Alloh egenning oldida yuzim qora bo'ldi", deydi. Nozugumning to'yi yaqinlashgan sari bir xil jiddiychilik uning vujudini qamal qilib oladi. U chakarlardan aks solihni surishti qilib, manju amaldorining uni boshqa bir boyga setayotganligini anglab, o'zini texmi tanho his qiladi. Manju amaldorining to'yiga kelgan beylar, ondonlar uni tabriklab, raso ichishib, nas bo'lishib, xeyli kech qaytishadi. Araqni o'lgudek ichgan manju amaldori mehmonlarni uzatib qo'yib, oldirab Nozugum bar uyga kiradi. U naslikda yumilib ketgan ko'zlarini aram ichib: "Qanda qizchoq, kiyimlaringni sanmay, naz qilib o'ltirasan-ku. Nadan qiz-da. Bo'pti, meni soldirib qo'yay. Qishimga yiqilganman. Endi sen her qancha tirkishsan va bekor. Seni hech kishi qutuldirolmaydi. Yaxshilikcha kiyimlaringni selib, kichik xotinlik majburiyatini ado qil. Manga xotin bo'lsang, hargiz ziyon tortmaysan." Manju amaldori o'zining kiyimlarini asta-asta selishga boshlaydi. "Bugun men sening kiyimlaringni soldirib qo'yaman. Bundan keyin sen mening kiyimlarimni soldirib qo'yasan. Bugungi to'y shunday qizib ketdi. Shahardagi cho'ng-cho'ng beglar, amaldorlar keldi. Bu mening o'rnimning qanchalik ekanligini bildiradi." Manju amaldori sirtidagi seriq un va qizil tovar tambilini soladi. Nozugum uning yovi to'ngizni eslatadigan badbashir turqqa qarab, texim yerginib ketdi. "Men o'sha odamga o'xshamaydigan maxluq xotin bo'lamdimi?" Nozugum sirtkilarning uyquga ketishini kutib oladi. Shunlashqa o'zini tutib olib, qechishga oldirib ketmadi. U manju amaldorini hozirning o'zini o'ldirib qo'ysa, qechib ketolmaydiganligini o'ylab, shunday qilib oladi. Manju amaldori kiyimlarini silib, Nozugumga yaqinlashdi. Nozugum qechib yurib, uning zodini tutib oldi. "Nadonlik qilma qizchoq. Yiqin kel." Manju amaldori Nozugumni ma'qul keltirish uchun dam tutib bo'ladi. Dam bo'rdek etiladi. Lekin Nozugumga hech narsa kor qilmaydi. Nozugum faqat sirtkilarning tezroq uxlab qolishini kutadi. Manju amaldoriga g'aj qilib pichoq silishni niyat qiladi-yu, mehribon dadasi, aziz yurti, sevgan yigiti Baqi xiyoliga kelib, o'zini tutib olishga majbur bo'ladi. Manju amaldori Nozugumni tutolmay, yana yog'lim so'zlarni qilib, Nozugumni aldashga boshlaydi. "Men mushi yashimgacha nech xotin olganman, lekin seningdek johil qizni ko'rmabdiman. Kishilar seni bekorchalik isyonchi demayotganda, yaxshilikni bilmaydigan qizkansan. Yaxshilikni bildim deb, sen kichik xotin bo'lsan bo'lamdi? Sen bu nech xotin olgan bilan qayligimni aytgansan?" Shu taqda Nozugumning kavlisiga bir aql kelgan edi. U manju amaldori Nozugumning sal yumshab qolganligini ko'rib, ichida xushal bo'ldi.
Seningcha, men qandaqsiga qoida bilmaydiganman. Sen qoida bilgan bo'lsang eding, bizning nikoh o'rib odatimizga hurmat qilgan bo'larding. Nikoh o'qitib, oldin keyin men o'z amringga olatding. Şoňa sen jahillik qilgansan-da. Bu oson. Nikohni ahdörgün o'qitib olsaqmi bo'ladi-ku. Aldı bilan nikoh o'qitmasa durust bo'lmaydi. Er ayolning bir-biriga mehri tushmaydi. Sen qachon mening talabim bo'yicha ish qilsang, men shu chog'da sening talabiga ko'naman. Qaraganda sen xeyli aqlli qiz ekansan-da. Bo'ladi. Sening talabing bo'yicha bo'lsin. Men cho'ng masjidning imomini chaqirib kelib, nikoh o'qitaman. Shunda qilsang, men xushal bo'laman. Bo'lmasa, o'zimni o'ldirib olaman. Yo'q. Herkes unda qilmoqchi bo'lma. Mening yuragim chidamaydi. Manju amaldori Payir Noyan o'zicha hayajonlanib, xushal bo'lib ketdi. Sen bugun haraqni bek ko'p ichibsan. Baldaroq aram al, qolgan ishni aytmasat shayli. Ajab tatliq gap qildingiz. Payir Noyan shundaq deb Nozugumning oldiga yaqinlab edi. Nozugum sal orqaga dachib. Bunda qilsang, menga erishamaysan. Payir Noyan Nozugumning gaplariga ishonib qoldi bo'lg'ay. Bo'ladi, amsa, siz bu uyda oram elayvering. Men bir necha kun saqlay. Payir Noyan uydan chiqib ketdi. Nozugum endi qechib ketmasa, ishdan chatoq chiqadiganligini ta'minlab qoladi-da, sirtqa qarab birdan quloq soladi. Chunki chakarlar Nozugum yotgan uyni davomli quluplab uni sirtqa chiqqini qo'ymaydi. U xeyligacha saqlagan bo'lsa-mu, chakarlardan biroz kelib eshikni quluplamadi. Qaraganda hammasiga horg'inlik yetib, uxlab qolgandek qiladi. Nozugum azroq yemaklik elib olib, chiroqni o'chirib yetib, qo'ton tarafga osti o'tib, pakar tomdan ortinishiga qo'tonning bo'ynida bog'liqlik turgan ip qovib ketdi. Nozugum bir oz yemaklik tashlab berib, uning zuvonini besiq turgandan keyin tomdan ortilib, kech qorong'uligiga o'zini otadi. Itning qovg'in ovozidan uyg'onib ketgan qorovul chiroqni yo'ritib, atrofni bir qur kuzatib, Nozugum yotadigan uyning oldiga kelib, ichkirisiga quloq solib, hech qanday bir ovozni anglamagandan keyin qaytib kirib uxlab qoladi. Faqat tong yo'rg'andan keyinla chakarlar Nozugumning qechib ketganligidan xabar tepishadi. Baglar mas'ala holatda uyg'onib, chakarlarga varqirab, jarqirab ketdi. Nozugumni tutishga shahardan cherik chiqarib berishini talab qilib, odam mang'uzadi. O'zi chakarlarni otarman chaparmanlarni boshlab izlab Qumushliq tarafga yo'l oladi. Qumushliqdagi sarsonlik. Nozugum Manju begining qapisidan qutulib qechib chiqqancha yugurgan peti cheksiz Qumushliqqa kirib qoladi. U qorong'u kechida mang'ashqa yo'lni bilolmay, jangallikqa chiqib qolganiga qilichimi o'kinmaydi. Bu Qumushliq Manju begining uyidan necha hassa yaxshi edi. Shu kuni tushga yaqin Nozugum yiroqdan Manju cheriklarining Qumushliqni oyilib yurganligini ko'rib, o'zini dog'lig'a oladi. Cheriklar toki qorong'u tushgacha Qumushliqni oqtirib topolmay qaytib ketdi. Nozugum o'zining Qumushliqdan ayrilsa, tutilib qoladiganligini o'tdan biladi. Uning elib olgan yemakliklari oran 3 kunga paylaydi. Cheriklar kunda kunduz kelib Qumushliqni oqtirib, kech kirganda ketib qoladi. Nozugum ochliq chidab yana 2 kunni o'tkazadi. Bichara uruqlab bir tira, bir ustixon bo'lib qoladi. Lekin uning erkinlik uchun so'qqan yuragi yana burunqidek chidam g'ayrat, iroda ilkida g'azabli, haroratli so'qadi. U Qumushliqning yon tarafidagi yayloqning o'tirsidagi qo'tonni ko'rib qolib, oqshimi shu yerga berib ozroq qo'rsaqning g'amini qilishni o'ylaydi. Nozugum bu Qumushliqdan g'oyat chiqib ketansa, yanala erkinlik, hurlik,
intiqom elish fursatiga ega bo'la olmayman deb xiyol qiladi. Shunlashqa u bir kunisi yarim kecha bo'lganda qumushliqdan yoylaqa chiqib, Qo'tonga yaqinlaydi. Qo'tonning yeniga silingan kapining ostida oppoq soqolliq bir Uyg'ur bo'vay o't qalab, ko'mak pishirib yeyotdi. Ehtimol u Manju begining padishasi bo'lsa kerak. Bo'ldi. Meni tutib bermisin, orqamga yanay. Nuzugum asta orqasiga yenishiga Qo'tonning orqa tarafidagi it uning oyoq tevishini anglab qoladi. Hamda qovib ketadi. Nuzugum yanala shap chiqarmay orqasiga mangadi. Bo'vay tuyuqsizla. Qochma qizim, qochma. Men seni hamon bu yer keladiganligini bildim, deydi. Nuzugum nima qilishini bilmay turib qoladi. Qaytib kel, ikkimiz rasaming dishayli. Men sana nima qilishni o'rgatib qo'yaman. Bu qumushliqda faqat men sana yordam bera olayman. Nuzugum bo'vayning so'zlarining haqiqiy yuraqidan bir xil hayajon, azob ichida chiqayotganligini bayqab, bo'vayning qishiga osti keladi. Bo'vay beshini ko'tarmasdan: "Qani qizim, yenimga kelib o'tirgan. Mening ishongim kelmayotdi", deydi. Bo'vayning ko'zlaridan yosh tomchilayotdi. Nuzugumning xiyoliga dadasi keladi. Tova, bu bo'vay dadammidu yoki Xizirmidi? Bo'vay beshini osti ko'tarib Nuzugumga qaraydi. "Qizim, ras, Manju begining ko'zi bekorga senga tushmabdi ekan. Haqiqatan chiroyli ekansan. Sen qechib chiqqan kunida bu yerga chiyliklar kelib, menga Nuzug degan qizni ko'rib qolsang, tutib olib yomilga elib bor. Janjundin nurg'un in'om olasan degan edi. Men seni mush qumushliq ekanligini obdan bilaman. U do'st cho'shqalar seni hargizmi tutolmaydi. Men seni izlasam cho'qim topa olmaydim. Lekin o'zi hamon keladi deb o'yladim. Lekin bir hafta bo'ldi ekanmidim. Seningdan bakmi ansirdim. Chidamli qizgansan. Bir hafta qumushliqda ocharchilikda chidadim. Mening Manju begini o'ltirgan suyimli qizimizni bir ko'rgim bor edi. Mana oxir ko'rdim. Rahmat qizim. Sen o'z xalqingga qahramonlikni to'nutib Men sana ko'mak qo'yib, sog'lig'im necha bo'ldi. Qo'rsqing cho'qim ochdi. Olg'in, tortinma. Men choy akilay. Manju amaldorlar meni o'z xalqini sotadigan munofiq deb o'ylab qolgan chig'i. Bo'vay o'rnidan turib, hijr tovoqdan biriga cho'gindan choy qo'ydi. Nuzugum yig'lab yetdi. "Yig'lama qizim. Bundoq qilsang, mening ko'nglimni yerim bo'lib qoladi ekan. Sen qaysa, irodali qahramon qizg'u." "Yo'q, bo'va. Men Manjularning qilg'iniga yig'lamayman. Aksicha, g'azablanaman. Sizni ko'rib, bechora dadam esimga kelyapti. Yaxshi odamlarning hamma yerda tepiladiganligiga hayron bo'lib yig'layapman." "Bo'ldi qizim. Bizda avval taom, ondan kalom deydigan gap bor. Oti bilan qo'rsqingni g'amlavag'in. Mening sening beshingdan o'tkazgan kechirmishlaringni shundoq anglag'im bor. Qani, qiziq joydan bir o'tlig'in." Nuzugum qo'rsqini to'qlagandan keyin beshidan o'tganlarini yipidan yilmisigacha bo'vayga so'zlab berdi. Bo'vay uzoq sukutdan keyin beshini ko'tarib: "Rost ekan qizim. Mening tishlardan o'nglig'inim yolg'on emaskan. Tong otay deb qoldi. Endi qaytmasang bo'lmaydi. Cheriklar tong otgan yana izlab keladi. Buni 3-4 kunlik uzuq qilgan. Tugisa kechisi yana kelgin. Seni tutish ishi salbiy siqqandan keyin men o'zim seni yurtiga yo'q serib qo'yaman." Bo'vay bir necha parcha ko'mashni Nuzugumga tutqizadi. Nuzugum qaytish oldida bo'vayga qarab: "Qumush aralab kun tushdi. Yolg'iz boshqa mun tushdi. Men Nuzugumni tutishga yuzlab cherik yo'q to'sdi. Qaynab turgan qozonga
Çümü selip bakkan yok. Yar o yakta, men bu yakta. Mumu düşüp bu bakkan yok. Yalğız yattım hamanda. Nan pişirdim samanda. Aciz sürdü cangalda. Bakı yüren kayında. Kumuşluk boldu cayım. Börü türkü hemrayım. Muşundak eğir külledin. Kutkulsayım Hudayım. Yayı çıktı tutkalı. Ejderha bulup yutkalı. Çeyrek mıltık tanlaydı. Kumuşlukka atkalı. Meni tutuş kastı da. Otlu koydu kumuşka. Xandın buyruk düşüptü. Soldun küzdün uyuşka. Kumuşlukka ot yaksa. Men nuzuknu tapalmaz. Men nuzuknu tapkanda. Tirik kolga alanmaz. Digen beytini okuydu. Hoş boğa. Hoş kızım. Özünü köprek asra. Men Xudadan sana amanlık dileymen. Nuzugum boğay bilen hoşlaşıp kumuşlukka gayip boladı. O 6 aygacha kumuşlukka keçip yürüp manjur çeriklerge zadını tutuq bermeydi. Bu jarayonda aş qalgan, to'lg'an ve bo'ron yomg'irda qolgan kunlarimi bo'ladi. Bir necha qatim buvayning qiyshig'i boradi. Keyin necha qatim uni izlab qumishliqqa kelgan bo'lsa-mu, topolmaydi. Buvay Nuzugumni birar sassiq tushib ketdimikin deb ansiraydi. Elib kelgan ko'mashlarni belgi selib qumishliqqa yo'shirib qo'yadi. 6 ay hash-pash degich o'tib ketadi. Kuz kelib qumishlar sarg'ayishga boshlaydi. Nuzugum shamolda irg'inlab turgan, shaldir-shaldir qilgan ovozni anglasa, nimishqidir manjur cheriklar kelgandek quliqini dim tutib, atrofga birar tevishning bor yo'qligini tanishaydi. Manjur cheriklari Nuzugumni topolmagan siri asabiylashib, ba'zi kechalarimi qumishliqni axtaradi. Yalğızlıqda qalgan Nuzugum özünün tenhalıqını, ilgi çaqsızlığını o'ylab, ko'zlariga yosh olgan holda beyt o'qiydi. Onun tasallisi beyit ham qumishliq bo'ladi. 6 ay bo'ldi yalğızman. Qashqar yo'lni bilmasman. Xudoyim aman qilsa, sheriklarni ko'rmasman. Akam meni o'ylaydi. Nuzugum deb yig'laydi. Can akamning hasrati yuragimni pulg'aydi. Xayr xo'sh qumishliq. Qumishliqda goh odamdek, goh ezitqidek paydo bo'lib, cheriklarning holini qo'ymagan Nuzugum oxiri cheriklarning qumishliqqa o't qo'yib berish natijasida ularning qo'liga tushib qoladi. Onun teni acizlashib ketgan bo'lsa-mu, cheriklarning urib dumbalashlariga vaysimaydi. Qop-qora ko'zlaridan g'azab uchqunlari chaqnaydi. Cheriklar uning ikki qo'lidan bog'lab, otga so'rtib, qumishliq ichidan yayloqqa elib chiqadi. Buvayning qo'tinning qiyshig'i kelganda, buvay kapsining oldida xuddi qizim, men seni qutuldiramadim. Men gunohkor degandek beshini tuvan silib, azob ichida o'ltiradi. Nuzugum buvayning bechara holatiga qarab, o'ziga hesibashlar qilayotganligini ta'minlab, hasratlik beyt o'qiydi. Qumishliqda sayrag'an, o'rdakmikin, g'ozmikin, yuragimni yerib baq, toza yeri bormikin. Shundoq ig'ir kunlarda yar yelimda bo'lsangchi, bundaq kunni ko'rgandan yar qo'yningga olsangchi. Kat qildim bayovonga, cherik keldi davonga. Jenim ozlab qolganda tutildim men qovonga. Cheriklar bir musilib Nuzugumning og'zini qonitib yetdi. Bu ahvolni ko'rib turgan buvay g'azab bilan o'rnidan turib, yana to'xtab qoladi. Bir puti go'rga sangilib qolgan qiyri buvayning chumilidek mig'ildishib turgan cheriklarning qaysi biriga kuchi yetsin. Buvay Nuzugum tayoq to'qmoq yeb, xarinib qilishini ko'zim ko'rmsin deb qoldim qandoq, 5 sangilgan holda
təpişçi kirib ketidi. Çeyriklər Nozugumni tut ətrafıdan yağlab, udul Payir Noyanның qorusuğa elib kelidi-də, qotanның yelidəki körükə bağlaydı. Payir Noyan qoluğa tasma qamçını elib Nozugumni rasa savaydı. Nozugum ağırıq azabıға çidab, vaycan deyiş uyaq tutursun, Payir Noyanға ғazapli gözünü olaytıb qaraydı. Payir Noyan Nozugumni urub barğandan keyinla ondan toxtaydı. O, Nozugum yağmılға apırıb berişini oyladı-yu, özünün bir munç pul xilgəllikiga qarını ağırıb, birər bayğı setib etişini oylab qaladı. Muşunda qılğanda o tartqan zilni toldura alaydı. Lekin bunda qaçqın həm cahil qızını kimni setib aladı? Ən yaxşısı tonuş biliş, bəy bigatlar bilan kengişib beqish kerak. Ularning orasidan biraz qiziqi qaz əcəb emas. Payir Noyan alohiden o'zi yaqin o'tadigan bəy bigatlarni chaqirtib, dasturxon selib ularning nasihatini olmoqchi bo'ladi. Men puxralarni o'zimga xotin qilolmaydigan o'xshayman. Sizlarni bu yerga chaqirtishimdagi sababmi, dal mush ishni maslahat qilish uchun. Har qaysilarining qandoq yaxshi dono fikrlari bor ekan tang. Bəy bigatlar birdan jim o'tirishib ketdi. Onun cacısı qamça. Qamçı bilan rasa savgandan keyin o'zlariga g'adam-budam qilmaydigan xotin bo'lishga rozi bo'ladi. Uni o'rmada edamdila. Qamçı bilan badallarini laxt-laxt qilib assammo, ko'zni parqatib gap qilmay turdi. Xotinlikqa oldim degandimi, keyin menga ishtirib beram degan deb ansirab qoldim. Pul, mal, isil kiyim-kechak uning oldida hech narsaga arzimaydigandek qiladi. Har qaysilarining xavri bor. Onun uchun men oz pul xarjladimmi? Meningcha, uni sog'-salomat vaqtida uyimdan chiqarib etib, pulimni undirib olaymikin deyman. Shu chaqdila ko'nglim amin topadigan qiladi. Bu deganlarim o'rinliq begim. Keyin pushaymon o'zga dushman degandek, pulni vaqtida undirib olganlar tuzukdek qiladi. Meningcha, o'tganda sizlar bu qizni setib olganda bir necha baglar sizlar bilan o'z ora baho talashgan edi. Shulardan birasi setib asaqandaq. To'g'ri, deydi Payir Noyan birdan xushal bo'lib. Ajab esimga kelmabdi bu ish. Heliq solandagi bek baho talashgan edi. Shuningga sassaq bo'g'dak. Biroq u endi olami? Biror chatqa bo'lmasa, satmaydigan deb turolamikin deyman. Hay begim, buningdan ham qilmasizlar. Buning amalini biz qilamiz. O'zircha qanday qilsak bo'lar? Aslida Nozugum qochmaydi ekan. Begimning cho'ng xotini kunlab qasdan qochirib etibdi. U ayol begimning uni xotinlik elishi qarishgan. Shunlashqa begim uni amalsiz sotmoqchi bo'libdi deganda gapni tarqitdimizda. Shuning bilan ish tamom va sog'lom bo'ladi. O'zirmi ziyon tortmaylar. Payir Noyan bu apchil chorni anglab, shalon kelgan kalti soqolni silig'inicha miyiqqida kulib qo'ydi. Maslahat bergan bagni bir muncha yolg'on yovdoq so'zlar bilan ta'riflab, maqtab tashakkurini bildirdi. Bu chorning degandek unumi ko'rildi. Payir Noyan Nozugumni setib olganda, Nozugumni men olaman deb baho talishib qolgan Solan Nozugumni Payir Noyan olgan bahodan tuvanrak bahoda setib oladi. O ko'nglida Nozugumni cho'qim o'zimga bo'ysundira olayman deb o'ylaydi. Biroq Nozugum o'zining hayvon o'rinda qo'ldan qo'lga o'tkazib setilayotganligiga g'azablanadi. Qo'zg'alonga qatnashganlar orqaga yanmay, yo o'lim, yo ko'rin bo'lib urushda o'lmaganiga o'kinadi. O'lim xo'rliqdan ming marta afzal deb qaraydi. Shundaqdimi o Payir Noyanning qo'lidan Solanning qo'liga tushganiga yana rozi edi. Uning xiyoliga kelgani yana qichish edi. Nozugum bu qitimqi fursatni qo'ldan berib qo'ysa, uning tugashgani shu edi. O dadisini unutolmaydi. Dal shu mezgillarda dadisining yuragi Nozugumning dardida laxta-laxta bo'lib ketgandi. Qo'ygan tutqinni, yegan ichkini bilmaydigan bo'lib qolgandi. Solan Nozugumni harvaga o'ltirg'izib, daryodan o'tgandan keyin daryoning yuqori tarafini bo'ylab mangadi. Kuz fasli bo'lg'ashqa daryo bo'yidagi to'g'roq,
qiyin daraxtlarning yo'pirmoqlari sarg'ayib, ajoyib go'zallashib ketgan edi. Nozugum shu topda erkin bo'lgan bo'lsa, osh qiyin zarliqda toy chaqdek yugurib, qanchalik o'ynab ketar edi. Qaraganda u endi cho'ng bo'lib qolgan o'xshaydi. Oshi g'amsiz chaqlar kelmasga ketgandeklar, xushalliqining hammasini zolimlar yeb tugatgandeklar edi. G'azabga to'lgan kecha. Anglavatqaninglar beni qutordan ang'iltilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Nozugum Solanning uyiga kelgandan keyinmi qaytib ketishdan boshqa narsani o'ylamaydi. U fursat kutadi. Sharoit izlaydi. Solan Nozugumning bu niyatini bilib qolgandek, uningga bo'lgan nazoratni kuchaytirdi. Solan ko'rinishda hech narsa xiyoliga kelmagandek beparvo holatda yurganda qilg'ini bilan Nozugumni osirtin kuzdi. Nozugumning talotizdagi har bir harakatiga diqqat qiladi. Shundaqdimi Nozugumga faqat ochiqlanmaydi. Tulkilar hijib qo'ydi. Qaraganda u Payir Noyanning besib tushadigan hiylagar bir nimada qiladi. Nozugummo undaq qazonga mundaq chumish degandek sirtda bahuzur chiqib, orqasida paylaqchi yo'qdek holatda eriq bo'yida o'tirdi. O'rmonliqni aylanadi. Paylaqchilar Nozugumning beparvo holatiga qarab, uning qichish xiyoli yo'q ekan deb o'ylashib, Solanga bu ahvolni vaqtida ma'lum qilib turdi. Solan o'zi nihoyat aqlli hisoblaydi. Men qo'limdagi loq go'shtni yemaydigan Payir Noyandek ahmaq emas deb o'ylaydi. Ko'nglida Nozugumni kichik xotinlikqa elishga fursat kutdi. To'y qilish ishini deyilsa, Nozugumni cho'chitib qo'yishdan ansiraydi. Halbuki uning vaqtini bak orqasiga survatkizim yo'q edi. Bir chatoq chiqib kelishimi mumkin deb o'ylaydi. Shunlashqa u Nozugumni osonga qamoqqa ilintiradigan amal chora izlaydi. Solan oxiri hech iloj qilolmay Nozugumni xotinlikqa majburiy olmoqchi bo'lib, yiroq yaqindagilarni to'yga chaqiradi. Nozugumni yana g'am bosadi. Tova. U osh Solanning qo'lida g'azon bo'lib ketadi. Nozugum buningga hargizmi qarab turmaydi. U o'zining pokligini, nurusini, vijdonini saqlab qolish uchun jinidan kechishga norozi. Shunlashqa u har ehtimolga qarshi yeniq pichoq tiqib olib, nim bo'lsin boshqa kelganni ko'raman deb ko'nglida tayyorlik qilib qo'ydi. Mehmonlar tang kechida taraydi. Solan orliqda bir necha qitim Nozugum bar uyga kirib, endi sen hech qanday qilolmaysan degandek yechib qo'yib chiqib ketadi. Mana endi Nozugum o'zini sinaydigan haqiqiy paytga duch kelyapti. Solan hamma ishni o'zi bir qo'lliq besib turgandan keyin kishilarning oyog'i jimiqqanda Nozugum bar uyga kirib keladi. U Nozugumning surlik chiroyiga qarab, nima deyishini bilmay birdan turib qolgandan keyin eg'iz ochadi. Qandaq Nozug? Xushal bo'lmay qopqinib turibsan-ku. Bu to'y ketisi emas, balki ajal ketisi. Ajal ketisi? Qiziq gap bo'ldi bu. Men qo'limdagi loq go'shtni boshqalarga berib yetadigan ahmaq Payir Noyan emas. Bu go'shtni o'zim yeb ta'mini tetilmasam bo'lmaydi. Senlar odam go'sht yeb o'ginib qolgan jalmog'izlar. Sen to'la men bilan gap talashmay, kiyimlaringni sol. Sana hozir ikki yo'l bor. Biri o'lim yo'li. Yana biri yaxshilikchi mening deganimga ko'nib, menga bo'ysunib, kichik xotin bo'lish. Undaq qilmasang. Solan kiyimlarini silib Nozugumga yaqinlashadi. Nozugum qechib yurib uni tutib bermaydi. Solan Nozugumni ma'qul keltirish uchun dam titib bo'ladi. Dam och bo'ridek Nozugumga o'zini otadi. Solan yerib holidan ketib Nozugumga yana vaz nasihat qilishga boshlaydi. Bo'ldi Nozug,
naz qilishning cheki bo'ladi. Elimi qechib yurib tutuq bermay, halimni qo'yibdi. Onda qilma, menga ichim og'irsin. Men sen uchun qanchalik badal to'ladim. Sen menga xotin bo'lsang, barliq xushalliqdan bahramand bo'lasan. Bu qo'ru, pul, hamma sening bo'ladi. Onda qilma, erib o'lay dedim. Solan birdan o'ltirib elib, Nozugumga yaqinlaydi. Nozugum endi fursatning kelganligini ta'minlab, o'zini qajirmay joyida turaveradi. Endi aqlingni topding qizchaq, deydi Solan Nozugumning ko'nglining peshini tutib. Rost deysan cho'shqa, endi aqlingni topdim. Nozugum yenidan pichoqni shartida chiqarib, Solanning qo'rsiqiga tiqib yetdi. Solan qismoq ko'zlarini chek-chekkincha o'ngisiga paloqida tushdi. Nozugum uni o'lmay qolmasin deb ansirab, orqa-orqadan yana ikki pichoq soladi. U shu topda uning qili shunday qizib ketgan ediki, vujudida yana necha dushmanga teg'udek kuch-quvvat, g'ayrat, jasorat uyg'onmoqda edi. Nozugum birdan turib elib pichoqni surkib yetib, yana qo'yniga soladi. Ozroq yemaklik va kiyim-kechak elib, hovliga chiqadi. Hovli ichi jimjit bo'lib, hamma shirin uyquga ketgan edi. Nozugum egiz tomni hovlida qo'rshalgan hovli ichida qominib qoladi. U tomning tubida uyoq-buyoqni timsiqlab yurib, yerga yotqizib qo'yilgan sho'tini ko'rib, shunda xushal bo'lib ketdi. Xudoga ming martaba rahmat aytib, sho'tini avaylab ko'tarib tomga tishlaydi. Bo'g'chisini ko'tarib tomga chiqadi. Ondan sho'tini ustiga tortib, o'yli temining sirtiga siyrildirdi, asta pastga tushdi. Shu topda u o'zini qafasdan bo'shangan qushdek erkin his qiladi. U sho'tini tomning tubiga yotqizib qo'yib, Solanning qo'risidan 50 metr oraliqcha tevir chiqarmay, asta mingandan keyin biroqni yugurdi. U qorong'i kechada o'zining qaysi taraf ketayotganligini bilmaydi. U harg'icha yuguraydi. Harg'anda asta mangadi. Sharq tarafdan cho'lpon yulduzning ko'tarilganligini ko'rib, tong etishga oz qoldi deb o'ylab, qadamini terixini tizladi. Nozugum sharq taraf oqirishga boshlaganda, hayvatlik eqiyotgan Ili daryosiga duch keladi. Daryo suyi xuddi g'oyat zo'r uzun bir aynakdek parqirab turadi. Mana endi daryodan o'tishmi bir masala edi. Nozugum daryoning yo'qirsini bo'ylab, suyi ancha chunqur bo'lmagan joyni izlab, xeyli mangadi. Oxiri daryo suyi yeyilib eqiyotgan yerga keladi. U endi daryodan o'tmas bo'lmaydi. Uni o'lim o'xshashli kutib turadi. Yovuzlarning qo'lida o'lgicha daryoda o'lib ketsin mayli emasmi? Talay sinab beqish kerak. Nozugum sirtidagi kiyimlarini selib, bo'g'chisiga chekkandan keyin qo'liga uzun bir tayoqchani elib, suvga kirish bilan tang kashkuzning sovuq suyi jon-jindan o'tib ketadi. Nozugum bo'g'chisini o'ng qo'li bilan egiz ko'tarib, so'ng qo'ldagi tayoqni suvga sanjib, so'ning tegiz yerini ta'minlab tepib mangadi. U qirg'oqqa yaqinlashganda puti tashqi tegib ketib, mo'dil yiqilib tushgani tasdiq qiladi. Uning ustiga bu yerning suyi sal cho'qur bo'lib, Nozugum yiqilib tushadigan bo'lsa, uni rahimsiz daryo eqitib ketishi mumkin edi. Nozugum sal dimini elib elib, yana mangadi. U oxiri qirg'oqqa chiqadi. Kiyimlarini selib, siqib daraxtga ortib qo'yib, bo'g'chisidan boshqa kiyimlarini elib yangishlaydi. Kashkuzning tong sahardagi sovuq o'zini Nozugumga xeyli ko'rsatib qo'yib atadi. U birdan orom olgandan keyin yo'lini yana davomlashtiradi. U tong yorishdan burun bu mahalladan bakrak yiroqqa uzab ketishni o'ylaydi. Shunlashqa bor kuchi bilan ildan mangadi.
U bir mahalladan o'tib, etizliqlarni orlab minib, yana bir mahallaga kelganda, sharqdan quyoshning qip-qizil shafaq nurlari ko'rinishga boshlaydi. Nuzugum mahallaga kirmay, mahallaning oyoq tarafidagi o'rmonlik ichi bilan mangdi. O'rmonlikdan o'tgandan keyin shalon ketgan sayliqqa chiqadi. Sayliq pakar o'sgan qamg'oq, yomtoq degandek o'simliklar bilan to'lgan bo'lib, odam o'zini daldida qilib mangudek yerni topqili bo'lmaydi. Shundaqdimi, Nuzugum yiroqdan ko'ringan tog'ni ko'rib, osh taqi yetishverish uchun bor kuchini ishga solib mangadi. Nuzugum yiroqda ko'ringan osh taqi yetib berishga oz degandimi, biror kun ketadiganligini obdan biladi. U Qashqardan iliga surgun qilingandimi, bundaq talay tog'larni besib o'tgan edi. Tog' qarashda yaqin ko'ringani bilan mangsi yetib borg'ili bo'lmaydi. Shundaqdimi, ko'ringan tog' yiroq emas degandek, Nuzugum zo'r umid va ishonch bilan mangadi. U osh tog'dan xalqib kesila, dushmanlarning changilidan to'liq qutulib ketadiganligiga ishonadi. Sharqdan quyosh ko'tarilib, o'z nurini yer yuziga chechib, kang edirliqni qizitishga boshlaydi. Quyoshning issiq ta'siri Nuzugumni havsratmoqda edi. Uyqusizlik, mag'dursizlik Nuzugumning qadamlarini ostilatmoqda edi. Nuzugum bor kuchini ishga solib, bardoshlik berishga tirishadi. Shundaqdimi, taqqa yetib berishga xeyli orliq bor edi. Nuzugum chiniq tush bo'lg'ichi mangandan keyin kichkina mahallaga yaqinlashadi. Bu mahallada bir ikki oillik bordek qiladi. Nuzugum mahallaning oyoq tarafidagi boshlari erib bitilgan ottob tarafsiga yaqin qolganda, mahalla tarafdan birsi bir kalini yetilab chiqib, kalini ottob taraflikning mahalla tarafidagi beshiq bog'lab qo'yib, Nuzugum tarafga qaraydi. Nuzugum darhol o'zini zaykash ichiga daldiga oladi. Kala bog'lovchi Nuzugum tarafga birdam qarab turgandan keyin mahalla ichiga kirib ketdi. Alloh qandaqdir biror peshkanlik yuz beradigandak, Nuzugumning yuragini bir xil andisha cho'lg'ib oladi. Uningga biror kelishmaslik yuz beradigandakla tuyuladi. Shunlashqa zaykashni bo'ylab, qarsini ko'rsatmay o'rmalab menib mahalladan yiroqlaydi. U mahallaning qarsi yo'qolg'ichi mangandan keyin faqat bo'lolmay qoladi. Usuzlik, harg'inlik uni o'ziga bo'ysundiradi. Nuzugum oxir bo'lolmay, daldiroq bir yerni tepib, birdan orom elib olish qaroriga keladi. U o'zining o'ltirib uxlab qoladiganligini zotila o'ylamagan edi. Uning odamsiz cho'lda uxlab qolgan qiyofati haqiqatan odamning ichini siyriltiradi. Bayana uchuq turgan havo birdan tutilib, sim yomg'ir yig'ishga boshlagandilar. Nuzugum uyqudan uyg'onib, darhol o'rnidan turdi. Endi u yomg'ir yoqqan fursatdan foydalanib, tog'dan o'tib ketmasi bo'lmaydi. Biroq Nuzugum tog' tarafga yaqinlashgan sari yomg'ir kuchayib bormoqda edi. Nuzugum tog'ning bag'riga yetib kelganda, yomg'ir chilaklab qo'ygandek yig'ishga boshlaydi. Odam oldiga qarab mengishdimi, xeyli qiynaldi. Nuzugum ming ta'sir tog'ga yetib kelib, o'ziga panohlik joy izlaydi. Xudoga ming martaba shukr. U bir o'ngirni tepib berib, shundoq xushal bo'lib ketdi. Nuzugum o'ngiri. Kishilar bu o'ngir bar tog'ni Shunqor teg'i deb atashadi. O'ngirning eg'izi tor, ichi kang bo'lib, panohlanishga shundoq aplik joy edi. Shunlashqa Nuzugum u yerda biror kun panohlanib, yomg'ir to'xtagandan keyin boshqa yoqqa ketishni o'ylaydi. U o'ngirning ichini biror qurut tuzashtirgandan keyin sirtga chiqib, ichimlik suv izlaydi. Tog'ning tuvan tarafiga tushib, yomg'ir suvi yig'ilib qolgan kichkina ko'lchakka kelib, uchumlab toza suv ichadi. Ondan o'ngirga qaytib, nashta qilgandan keyin yetib orom oladi. U shundoq qattiq uxladiki, hatto tushni ko'rmaydi.
u sürgün qilingandan boshlab o'ngirga ulashquchi bo'lgan orliqda bundoq bahuzur uxlamagan edi. U uxlagandimi atsi osh vaqtigacha uxladi. Ondan o'rnidan turib, yomg'irsi yig'ilib qolgan ko'lchak bo'yiga kelib, yuz ko'zlarini yuvdi. Suvdagi aksiga qarab, cho'lib ketgan sochlarini tuzashtirdi. Ondan tog'ning sal egizroq yeriga chiqib, o'zi ketayotgan yo'nalish tarafga qaraydi. U yiroqdan bir hujum mahani ko'rdi. Oshi yergami qorong'i tushguncha orom yetib borgan bo'ladi. U ichida eng yaxshisi qorong'i tushganda mansam bo'lg'udek deb o'ylaydi. Ondan o'zi kelgan tarafga qaraydi. U tarafdan g'uva tutuq bir narsaning tog' tarafga qarab kelayotgandi. Sheriklar kelyapti nima? Nozugumning yuragi qortida qilib qoladi. Nozugum o'ngirdan chiqib qoladigan bo'lsa, ular jazman Nozugumni tutib oladi. Eng yaxshisi o'ngirning og'zini chiqishimlar bilan bilinmagidek yetib mukib turish kerak edi. Nozugum darhol qurib qolgan yantoq degandek narsalar bilan o'ngirning esaydi. Shu uning yuragi bir xil ansizlik ichida so'qatdi. U qo'liga pichoq ilib, urushga qatnashgan askardek tayyor holatga o'tdi. Ola hazal bir osh pishim vaqt o'tgandan keyin sirtda otning oyoq tebishishgan ovoz anglashga boshlaydi. Ular borgan siri o'ngir tarafga yaqinlashmoqda edi. Bu yerda oyoq iz turdi. U yiroq kechib ketamidi? U cho'qim mush atrofda bo'lishi mumkin. Bo'ldi, ben yanoqtiringlar. Sheriklarning otlarini uyoq bu yoqqa chaptirgan ovozi angladi. Birisi Nozugum turgan o'ngir tarafga kelayotgandek qiladi. O'ngirning eg'iga kelgan bir cherik. Bu yerda bir o'ngir bor ekan, deb qaraydi. Shuning bilan sheriklarning hammasi o'ngirning eg'iga to'plashadi. Sheriklarning boshlig'i birisiga: "Sen o'ngirga qarab boq", deydi. "Ichida eyak yoki bo'ri bormikin deyman. Voq, to'qiyrak kira." Elik cherik o'ngirning eg'iga kelib, o'ngirning eg'izidagi narsalarni bir yoqqa elib etib, o'ngir ichiga bo'yindab qarab: "Bu o'ngir hali cho'ngda qiladi", deydi. "Cho'ng bilan da, kichik bilan da kirib, tekshirib boqmamsan?" Elik cherik o'ngir tarafga vaqirab: "Odam bormi?" deb varqiraydi. Nozugum jimjit holatda cherikning kirishini kutib turdi. "O saroq, odam bo'lsa, sen odam bor deb o'zi oshkor qilibdi. Bu odam bormi deb vaqiraydigan cho'g'anani uy emas." Qolgan cheriklar qoqoqlab kulishib, elik cherikni masxir qiladi. Elik cherik o'vaysizlangan oldi kelib, oxiri o'ngirga kiradi. U o'ngir daldisida o'ziga pichoq selishga tayyorlanib turgan Nozugumning boshini Cherik qorong'ida tantirab yurib, Nozugumning oldiga kelib qoladi. Nozugum cherikning qoniga pichoqni shundoq soldiki, cherik varqirashga ulgurolmaydi. Nozugum darhol cherikning qilichini elib oladi. U ichida o'z-o'ziga: "Cho'shqila, bu o'ngirda hammani bir-birlab jahannam yo'llaydi", deb pichirlaydi. Sirtkilar elik cherikni birdan saqlab bekib, o'ngirga qarab varqilaydi. "Hey, bormisan? Zuvoning uchib qoldi-ku." Ichkarisidan hech qanday sado bo'lmagandan keyin cheriklarning boshlig'i: "Ishqillar kirib, qarab turinglar. Bu o'ngir uzun bo'lsa, u 4 ichkarisiga kirib ketdimi dexe?" Ikki cherik qilichlarini tutib o'ngirga asta kiradi. Ular bir-biriga sam oldida mang'ishib, bir-birini ishtirishguncha o'ngirga ishkirlab kiradi. Oldida mangan cherik birdinla Nozugum jahannamga yo'llagan cherikning jasdek putlashib, yiqilib tushida voyjon deb varqirib yetdi. Uninggacha Nozugum bir qilich bilan uningga jinni oladi. Orqasidan kelayotgan cherik ishning chatoqligini sezib, orqasiga qarab qechib chiqib ketdi. "Nima bo'ldinglar? Bilmadim, ichkirisi eyak yoki bunga o'xshaydi. O'qile. Eyak yarlatdi. Voh, deb cho'shqila. O'ngirdik eyak emas. O'zing. Senlar yeyishdi. Xalqni bulan talan qilishda boshqani bilmaydigan harom tomoqlar.
İşi de karanlık bolğaçqa, işimi pərq qılamadım. Dərhal, otqa şandırıb kelinglar. Şerikler otqa şandırıb öngörgə kirişidi. Nozugum öngörnün leviga çaplaşıp turup, aldıda otqa şandırıb meňivatqan çerik aldıga kelgen haman qilishni birini şiltib, o çerikni öldürüp otqaşni öçürüp eytidi. Qalğan çerikler nemish bolğanligini bilmey, allı toğı deyişkinçe sırtqa özünü atıdı. Birdendila 3 çerikten ayrılıp qalğan çerikler başlıqı açıqda boğulup qaladı. Öngörnün eğiziga ot köp deylanglar. Onun üstü çıkmağını görey. Ya üstü ölüdü, ya sırtqı çıkıdı. Eýek mu, böri mu, ya nozuk mu? Şu çağda göremiz. Şerikler derhal öngörnün eğiziga ot köp döylep ot yaqıdı. Çapanlarını selişip otunu yelpip, ısının hemmisini öngörge heydaydı. Öngörnün içi sıkıtılıp, Nozugumның burnu gözleri eğitişip ketidi. Hatta yütülüp qıyqıladı. Nozugum ahir chidiyalmay qaladı da, ikki qo'liga birdan qilishni elib öngürdün yilpizdek chaqqanlik bilan etilib chiqib, o'tni rosa yalpitayotgan cherikka qilich urib, uni tog'dan do'militib yetdi. Qolgan cheriklar nimish bo'lganligini anqirolmay, taraf-tarafga qaytishga boshlaydi. Cheriklar boshlig'imi sal huduqdi. Araqadan o'ziga qarab kelayotgan Nozugum bilan elishishga tayyorlanadi. Voy, arqadan o'ziga qarab kelayotgan Nozugum bilan elishishga tayyorlanadi da cheriklarga vaqiraydi. Nega qichsan? Cho'lqula, kirisha, uni tutish. Başliqning jazolashdan qo'rqdimi yoki başliqning Nozugumdan qo'rqmay turgandan o'zida ishash paydo bo'lib qoldimi? Cheriklar orqasiga yenib Nozugumga aytiladi. Nozugum ularning birisini qo'g'lasa, qolganlari Nozugumning orqasidan kelib, uni qamchi bilan savaydi. Qamchi zarbisidan bechara Nozugumning badallaridan, yuz ko'zlaridan qon eqib tursimi, uningda dushmanga taslim bo'lishdan qilchi asar yo'q edi. Uni o'ldirib qo'ymanglar. Jonginga Nozugum tirik kerak. Nozugum oxir bo'lolmay qoladi. U bir jinida 4 cherik qandoqni tankilarsin. Yani kelib, o hilina tex 4 cherikni jahannamga yo'q solgan edi. Shu asnoda bir cherik Nozugumning orqasidan kelib, uni mahkam quchoqlab olib, madir-sidir qilg'izmaydi. Qolgan cheriklar darhol yordamga kelib, Nozugumning qo'lining beg'ishiga tepib, qilishni yerga tushirib etib, Nozugumni bog'lab oladi. Nozugumning endi hech qanday armoni yo'q edi. O cheriklarni o'ldirib, rosa puxodan chiqib olgan edi. O ko'nglida, atam sen, chapam sen, darg'asam sen, qo'lingdan kelganini qilish degan yerga kelgan edi. So'roqxonada cheriklar Nozugumni to'rt atrofdan yollab, udun ili Yamul mahkamasiga elib keladi. Yamul ichi aloqsada bo'lib ketdi. Ching sulolasining yerlik hukmronlari kichkina bir qizning necha cherikni o'ldirganligiga hayron qolishadi. Hatto Nozugumni qechib ketmasin deb ansirab, Gundaxonning eng ichkarisiga zindonga solib, qorovul postlarni itning qurtidek hamma yerga yog'dirib yetdi. Nozugumning endi o'zining hayot qilishdan umidi uzilgan edi. Shunlashqo Gundaxonga yetib o'ziga o'zi tasalli berib beyt o'qiydi. Nozuk qo'li bog'landi. O'ltirmakka chog'landi. Qashqardagi otamning yurak bag'ri dog'landi. Yolg'iz qilib Nozukni sham yomilg'i solashdi. Qon ishmak cheriklar shumulidek o'lashdi. Tutqun qilib Nozukni qo'rqat qilib bo'lmag'ay. Baqi uchun jon bersa, dalda armon qolmag'ay. Doğan xondan xat kelsa, Nozugumni cheping deb yurtdoshlarim aytdi. Shahidlikni teping deb. Eri Jangjuni Nozugumga jazo bermay, xonning yorlig'ini kutdi. So'roqxona sahnadagi divan uchisiga qora yumaloq gul chekilgan, seriq rangli tovarda uzun yaktak, beshiga
qora ranglik, qizil tushlari sangilab turadigan Ching sulalisi amaldorlarining ombal qaltiqini kiyib olgan, chiroyi to'q yegan xo'rozning tojisida qizirib ketgan, o'chki soqol kelgan eri Jiangjuni qopqini turib o'tiradi. Uning to'li chirim chekkanlikdan xunuklanib ketgan ko'zlari lashdak sangilab qolgan qopoqlarining orasida qisilib qolgan edi. So'raxonning ikki tarafida maydisiga chirik degan xat tushirilgan 10 chirik qo'llarida kaltak tutib turadi. Jiangjun birdilla sirtqa qarab varqiraydi. Nozug'im, so'raxonaga keltiribsiz. Jiangjunning yanida turgan yaloqchi amaldorlardan birisi sirtqa qarab varqiraydi. Nozug'im, so'raxonaga keltiribsiz. Ikki jallod put qo'llariga to'mir kishan silingan Nozug'imni dash kuchlab ittargincha elib keladi. Nozug'im ularga: "Men ishtama, o'zim kiralayman, munolayman" deb g'azab bilan oliydi. Sheriklar Nozug'imni unimag'anga unimay So'raxonning o'ttirsiga elib keladi. Jiangjun Nozug'imni yolab kelgan ikki sherikka qo'l ishorat qilib chiqib ketishga buyruq qiladi. Jiangjunning yanidagi yaloqchi amaldor Nozug'imga: "Adabsiz gunohkor, o'rtirmay, tezroq Jiangjun ta'zim qil" deb varqiraydi. Lekin Nozug'im uning so'zini anglamagandek pisand qilmay joyida o'ri turaveradi. Jiangjun Nozug'imning o'ruqlab kichkina bo'lib qolgan gavdasiga, chuvuq chochlariga, yertilib ketgan kiyimlariga, yerilib ketgan putlariga qarab qoqoqlab kulishga boshlaydi. Jiangjunning kulgisi xeyli uzungacha to'xtamag'achqa atrofdagi amaldor, beylar va chiriklarni Jiangjunga xushomad qilib kulishga boshlaydi. Ular Jiangjunning kulgisini Nozug'imni masxara qilib kulayotgan bo'lsa kerak deb o'ylab qoldimi qandoq? Birdan Jiangjunga, birdan bir-birisiga, birdan Nozug'imga qarab kulishdi. Biroq Nozug'im ularning kulgisini xiyoliga keltirmay, parvosiz holda qarab turdi. Jiangjun tuyuqsizda kulgisidan to'xtab, g'azab bilan: "Nima kulisizlar? Döp eshaklar! Kichkina bir qizni yerim yo'qish tutolmagan uchunmi? Senlarning bo'shonliqi döplik tufayli mushunda xaliganchilar chiqib, bizga o'rin bermay o'tadi." Tövanda turgan amaldorlar, beylar, sheriklar beshini tövan selishadi. Jiangjun Nozug'imni so'roq qilishga boshlaydi. "Nozug'im degan senmi?" Nozug'im ig'iz ochmaydi. "Qayerliksan? Sendan gap so'rayapman. Zuvaning bormi sening?" "Mening ismimning nimaligini, yurtimning qayerdaligini bilmagan odam meni yomonman so'raxonasiga nima deb elib kelishding? Sen Nozug'imning g'azabli javobidan nima qilarini bilmay, Jiangjunning zuvoni tutilib qoladi. U birdamlik jimjitlikdan keyin so'roqni yana boshlaydi. "Bu degan so'roq qoidasi. So'rag'onga javob bermasang, gunohing ig'irlaydi, bildingmi? Senlar hamma ishingizdan qilishib, gunohni bizga ortib qo'yishamsan? Sen nima deb g'aniyam ko'tirish qotmisan? Senlar bekmi haddingda eshib ketishding. Xalqni qonzor yig'latding. Yelikini shuni berishding. Buni talading. Nurg'unlagan narsida qizlarimizga zo'rliq zo'mbullik qilib, ishbat nomusini, ishbatini bilan bulg'ashding. Xalqning holi bilan koring bilishmadi. Kayib sapaga, aysh ishlatib berilib ketding. Men xalqimning erkinligi, tinchligi, boy yashab turmushi, erkinlik uchun g'aryonga qadashdim. Ig'zim yo'q." Nozug'im yurgidigining hammasini dona-dona qilib, jaranglik qilib deydi. Shu topda u hech narsadan qo'rqmaydi. Odam o'lim oldi nimadan qo'rqadi? Jiangjun yana so'roq qilishni boshlaydi. "Sen g'alyon ko'targan jinoyating uchun to'g'ri qilib, gunohingni yuvish uyoq tursin. Bizning bir begimizni o'ldiribding. Buning uchun o'lim jazosiga loyiqsan. Men qilgan ishimga hargiz pushaymon qilmayman. Otamsan, chopamsan, dalg'asamsan, bu o'zingning ishi. Men buningga rozi. Yilg'o bir bekkan, kuchim yetgan bo'lsa, hammani bo'g'ib o'ldirmasam dardim chiqmaydi. Men
pak, vicdanlı kızmen. Bizning aramızda mendek noziktin qaysi barligini Xudo o'zi biladi. Ishonamanki, ular men uchun cho'qib intiqom oladi. Mening bu olamda endi tartishqidek hech narsam yo'q. Chunki men armonsiz ketmadim. Qayeri dadam mening ruhimga atab duo qiladi. Xalqim meni asaydi, yod etadi. Nozugum Janjun bilan qattiq erishdi. Asaldan birer ayol zotining o'zi bilan bundoq takomlashib, so'zma-so'z erishib boqqanligini ko'rmagan Janjun ko'nglida Nozugumga qoyil bo'lmay tura olmaydi. Shundaqdimi, tan bergisi kelmaganda qilib Nozugumni yana so'roq qiladi. Gunohingni tunisang, bir qo'sh qilib bilgichiman. Mening hech qanday gunohim yo'q. Buningga Xudo ham xalq guvoh. Chunki o'z erkin izlagan odamning gunohi bo'lmaydi. Asli gunohkor senlar o'zing. Senlarning quling begunoh xalqning qili bilan bo'yalgan. Jallod! G'azabga kelgan Janjun amalsiz qilib jallodni chaqirishga majbur bo'ladi. Nozugumni yere chiqib, dog'asinlar. Jallodlar Nozugumni so'rab, talog'i qarab mangadi. Nozugum qaqoqlab kuladi. Baya Janjun Nozugumni kichkina qiz ekan deb masxara qilib kulgan bo'lsa, mana endi Nozugumning kulgisi Janjunni o'sal ahvolga tushirib qo'ygan edi. Manju amaldorlari, baylari bir-biriga pichirlashib. Tova, ayol zoti degan mushundoq jasoratlik, qo'rqmas, qaysar bo'ladi ekan-a? Qarang, biz tikilib qarayolmaydigan Janjunga tilsirib yurginni. U haqiqatan o'limga loyiq ekan, deyishdi. Uyg'ur yozuvchisi Hüseyin Tashning Ayollarning iftixori Nozugum nomli asri mush yerda tamomlandi.